Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Uzbo Horror Gamer kanalida va bugungi videoda Horror Clans 3D o'yinini birgalikda tomosha qilamiz. Shunaqa orada reklama chiqadi. Internetim yo'q ekan. Quloqchinlardan foydalanish kerak ekan. Bu bitta bo'lmaydi, bir nechta bo'ladi bunaqalari. Bu bitta. Eng so'nggi qutqargan odamimiz. Bir daqiqa. Eng katta yorug'likda. Mechga kirishim kerak deyapti. Doim mana shu yerda kalit bo'ladi. Hammasi ishlab turibdi. Voy palaga, mana mahluq qaranglar. Tirilib ketmaymikan? Adashmasam tirilmaydi bu. Mana bu yerda shotgun bor edi. Olishim kerak. Bunda qo'lda bosish kerak olish uchun. Keyin so'mkada ba'zi narsalar bo'ladi. O'q cheklanmagan, xohlaganincha to'g'risizlar. O'yinda foydali taraflari grafikasi yaxshi. Hamda megabayt arzon 86 midi. Agarda bu o'yin kerak bo'lsa, Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Oxirgisi. Har doim eng oxirgisidan tushadi kalit. Tashqarida ikkita qutqarishimiz kerak bo'lgan odam bor. Birinchisi Santa Qorbobo. Ana. Sharparaqda oldida. Umuman kerak bo'lmaydigan narsalardan birinchisi bu sakrash. Hech qayerda sakrashimiz shart emas. Lekin mayli. Tarjima qilib turaman qo'lda kelgancha. Santa aytyapti, meni saqlab qo'yganing uchun rahmat deyapti. Malik ekansizmi? Unchalik xavotirman deyapti. Keyingi levelga ketdik. Ikkinchi level. Shotgunni o'qi qaylarda she'rlarda topish kerak uni. Har bir o'yin boshlanishida u tugab qoladi. Yo'q qoladi. Va bitta topshiriq hamma shu masxarabozlarni o'ldirib chiqish kerak. Hammasi qaytga o'tsangiz faqat ikkita o'qda o'ladi. O'yinda o'ynash juda ham oson. Buni videoni ko'rmasdan turib ham o'ynash mumkin. Agar shunaqa horror o'yinga qiziqayotganlar bo'lsa. Alloh barakat. Sensitivligi juda ham yuqori ekan. Kalit olamiz. Endi yomon tomonlariga o'tsam. Yomon tomonlardan biri o'yinning nimasida? Nima deydi? O'yin juda g'ayrioddiy tuzilgan. U oddiy horror o'yinlaridagidek emas. Ba'zi joylarda buglar bor. Tiqilib qolish ehtimoliniz katta. Keyingi o'yin. Xo'sh, yana biz o'q topishimiz kerak. Qani mana. Doim yaltirab
turgan narsalarni olib yurish kerak. Bu kalta ekan. Shotgun bu sefer endi kalit shotgunda, o'sha shotgunda o'qi ichkarida bo'ladi. Aynen. Buni ishonib hatto bot ham o'ynab bemalol yutaveradi. Bu clownlar unchalik kuchli emas va ko'p ham jon ololmaydi. Ko'p turganlarida. Qayerda shirada yana bitta bor. Mana bu xonada bo'lish kerak adashmasam. Pastda ham ekan ular. Mana bu yoqda ekan. O mana kalit. Hoppa. Aytdim buni baglari bor deb. Her yomanda bir yaxshisi bo'ladi. Bir yaxshi, bir yomon. Demak, buni ismi nima ekan? Antum ekan buni ismi. Demak, let's move on. Demek devam etamiz. Aynen. Etti mi? Yana bitta oyun yutildi. Просто super oson o'yin. Bemalol o'ynab yutishingiz mumkin. Shu kabi o'yinlar barchasi Telegram kanalimda bor. Demak, hozircha videoni to'xtatib turaman. Albatta buning ikkinchi qismi ham bo'ladi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr.